Ko'p o'quvchilarimdan alladушki qilsam orasi berj bo'lib qoladi degan gapni eshitaman. Aynan men retseptimda qilsanglar, ko'rib turganingizdek oralari g'oviy, barda yumshoqqina bo'lib chiqadi. Alladушki tayyorlashni qattiqni isitishdan boshlaymiz. Isigan qatiq bilan shakarni aralashtirib, shakarni eritib olamiz. Qatiqli massamizga tuxumni chaqamiz, un hamda ichimlik sodasini elakdan o'tkazib solib aralashtirib, maxsus qopchaga massamizni solamiz. Qozonga birozgina o'simlik yog'i solib, ko'rsatilgandek qilib massamizni siqib chiqazib olamiz. Qoshiqlab solsanglar xunuk bo'ladi, shu uchun maxsus qopchadan foydalaninglar. Bir tarafi qizargach, ikkinchi tarafini aylantirib olamiz. Tovani 1-2 aylantirib oldik. Alladушkilarimiz tayyor. Tayyor bo'lgan alladушkilarni tvorожный sir bilan yesanglar, yanada unutilmas ta'mni his qilasizlar. Eng ishonchli alladушki retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Siz hali hech qayerda ko'rmagan qaymoqli, mazali, qip-qizil bo'lib chiqadi. Qo'shni unutmang. Bugun sizga qishlog'imni choyxona palovini qaqirimlari bilan tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Katta yig'inlarga qilsanglar ham bo'ladi. Bu retseptdan keyin mana deyarli hamma kasalliklar organizmda vitaminlar kamayib, immunitet tushishidan boshlanadi. Ayniqsa homiladorlarda homiladorlik boshlanishi bilan qonim kamayib ketdi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Homilador ayol ushbu retseptda tayyorlangan sharikchadan har kuni ertalab och qoringa bittasini yeb olsa, to tug'ruqqacha qoni kamaymaydi. Tug'ilgan farzandini ham miyasi kuchli hamda sog'lom bo'ladi. Vitaminga boy shariklar nafaqat homiladorlar, balki o'zinglar, farzandinglar ham yesa bo'ladi. Immunitetlari baquvvat bo'ladi. Uyingizda qora sedana bo'lsa, kunjutga aralashtirib yuborsanglar, ming dardga davo ham bo'ladi. Shariklarni konteynerga solib, xohlasanglar sovutgichda, xohlasanglar xona haroratida saqlasanglar bo'ladi. Onajonim retseptlari tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilib like bosishni unutmang. Avvallari blogimda har kuni ertalabdan turli xil nonushtalar retseptini joylab borardim. Shu uchun ham ko'pchilik meni nonushtalarimdan eslashadi. Sir, ko'k piyoz, asl barakaning mazali kopchoniy kolbasasi, tuxumni chaqib solib aralashtirib olamiz. Lavashni qirqib nachinkamizdan bir qoshiqdan solib ko'rsatilgandek qilib konvert shaklida bo'kib olamiz. Ochilib ketmasligi uchun eng so'nggi tomonini tuxum surtib yopishtirib olamiz. Alohida idishga tuxum chaqib aralashtirib, ikkala tarafini tuxumga belab, o'rtacha qizib turgan tovada qovurishni boshlaymiz. Ichiga solingan tuxum hisobiga yostiqchalarimiz ishib chiqadi. Eng mazali, to'yimli, katta-yu kichikka birdek yoqadigan mazali nonushta retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.